Salom do'stlar, bugun biz siz bilan NLP'ning qisqacha tarixi haqida gaplashib o'tamiz. 1970-yillarda NLP asoschilari Richard Bandler va Jon Grinderlar inson psixologiyasini o'rganishga chuqur kirishdi. Ularni bitta savol o'ylantirardi. Nega bir xil psixoterapevtlar insonlar muammosiga tez va samarali yechim topadi? Bir xil psixoterapevtlar esa uzoq vaqt davomida mijoz bilan ishlasa ham samarali natijaga erisha olmaydi. Va bu savol ularni mashhur psixoterapevt Virginia Satir seminariga olib keldi. Seminarda Virginia Satir bitta oila bilan ishlayotgan edi. Ota baqirib gapirardi, ona yig'lashdan o'zini zo'rg'a tiyib turardi. Ularning o'g'li esa boshini egib jim turardi. Virginia Satir hech kim bilan bahslashmasdi. Bu otaga qarab, siz hozir jahlingizni ko'rsatyapsiz, ammo ichingizda oilangizni yo'qotishdan qo'rqyapsiz dedi. Birdaniga hamma jim bo'lib qoldi. Ota asta-sekin boshini egdi. Richard Bandler bitta narsani payqab qoldi. Virginia Satir insonning so'ziga emas, uning ichki holatiga javob qaytarardi. Va ma'lum vaqt o'tgandan keyin ular Gestalt terapiyasining asoschilaridan biri hisoblangan Fritz Perls seminariga borishdi. Seminarda bitta ayol o'rnidan turib, men o'zimni bo'sh va keraksiz his qilyapman deb aytdi. Ko'pchilik Perls bu ayolni hozir qo'llab-quvvatlasa kerak deb o'yladi. Ammo Fritz Perls ayolga bitta bo'sh stulni ko'rsatdi va o'sha bo'shliq bilan gapirishni taklif qildi. Avval ayol nima qilishni bilmay qoldi. Keyinchalik o'sha bo'shliq bilan gapirganda asta-sekin ko'zdan yosh chiqdi. Shu vaqtda Jon Grinder Perlsning ishini diqqat bilan kuzatib turardi. Perls muammoni gapirtirish o'rniga o'sha muammoni his qilib ko'rishni taklif qilardi. Va o'sha vaqtda Richard Bandler Milton Erickson seminarini esga tushirdi. Seminarda Milton Erickson oddiy bitta fermer haqida hikoyani boshlardi. Birinchi hikoya tugamasdan u ikkinchi hikoyani boshlardi. Ikkinchi hikoya tugamasdan uchinchi hikoyani boshlardi. Va uchinchi hikoyada u asta-sekinlik bilan biz o'zgarganimizni hatto o'zimiz sezmay qolamiz. Ongimiz hikoya tinglash bilan band bo'ladi, ong ostimiz esa kerakli fikr va imkoniyatlarni topishni boshlaydi deb aytardi. Shunda Jon Grinder va Richard Bandler bitta narsani tushundi. Inson to'g'ridan to'g'ri berilgan buyruqqa qarshilik qiladi. Agar buyruqlarni hikoya, metafora va obrazlar orqali beradigan bo'lsak, insonning qabul qilishi osonlashadi. Keyinchalik bu tushuncha NLPda mashhur bitta modellarning yaratilishiga sabab bo'ldi. Jon Grinder Fritz Perls seminaridagi ayol haqida uzoq o'ylardi. Ayol muammodan qochishni to'xtatdi. Uni u his qilgandan keyin ancha yengil tortdi. Aynan shu kuzatuvlar NLPning mashhur tamoyillarini yaratishiga sabab bo'ldi. Agar insonning ichki tajribasi o'zgarsa, uning holati va xulqi ham o'zgaradi. Richard Bandler esa Virginia Satir seminaridagi holatni uzoq vaqt o'ylab yurdi. Odamlar ko'pincha g'azabni ko'rsatadi, ammo ularning ichida qo'rquv va ichki og'riq bo'ladi. Shunda insonning tashqi xatti-harakatlar ortida butun bir ichki dunyo yashirin ekanligini Richard Bandler angladi. Mana aziz do'stlar, hozir men sizlarga NLPda bitta mashhur texnika hisoblangan, ya'ni bu texnika insonni transga yashirin olib kirish texnikasi, 3 tomonlama spiral texnikasini amaliy ko'rsatib berdim. Endi slaydimizga e'tibor beramiz. Bu 3 tomonlama spiral modeli qanaqa? Biz boshida 3 ta hikoya tuzib olishimiz kerak bo'ladi. 3 ta hikoyani tuzib olgandan keyin birinchi hikoyani biz 70% aytamiz. Men sizlarga birinchi hikoyam Virginia Satir haqida edi. Uni 70% aytdim va keyin ikkinchi hikoyaga o'tdim. Ikkinchi hikoyam ya'ni Fritz Perls haqida edi. Uni ham 70% ni aytdim va uni 70% aytgandan keyin sekin uchinchi hikoyaga o'tdim. Uchinchi hikoya Milton Erickson haqida edi. Bu hikoyani men 100% yakunladim. Uchinchi hikoyada asosiy singdirish bo'ladi. Ya'ni biz odamga nimani singdirmoqchimiz? Misol uchun inson o'ziga ishonchni singdirmoqchimizmi yoki tinchlanishni singdirmoqchimizmi?
va hokazo. Nimani singdirmoqchi bo'lsak, bu 3-hikoyani ichida bo'lishi kerak. 3-hikoya 100% oxiriga yetgandan keyin, ya'ni asosiy singdirish bo'lgandan keyin, ikkinchi hikoyamizni 30% ni yakunlab qo'yamiz. Xo'p, men holatimda Fritz Perls haqidagi hikoyani 30% ni yakunladim. Ya'ni oxirigacha yetkazdim. Va undan keyin birinchi hikoyaga qaytamiz. Birinchi hikoyani 30% ni yakunlaymiz. Xo'p, mana bu 3 tomonlama spiral modeli. Bu texnikani kinolarda ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bitta qiziqarli voqeani oxirigacha yetkazmaydi, ikkinchi voqeaga o'tadi, uni ham oxirigacha ko'rsatmasdan uchinchi voqeaga o'tib ketadi. Bu texnika NLPda juda kuchli texnika hisoblanadi. Bu texnikada insonga biz nima qilamiz? To'g'ridan to'g'ri buyruq bermaymiz. Agar to'g'ridan to'g'ri buyruq beradigan bo'lsak, inson qarshilik qilishi mumkin. Shu hikoyalar orqali biz insonga yashirin ta'sir ko'rsatamiz. Video agar foydali bo'lsa, like bosing va kanalimizga albatta obuna bo'ling. Ma'lumotlarim shulardan iborat. Xayr.